Abez yo'q mashinalar uchun video qilyapmiz. Mana abez yo'q mashinalar ko'rsin, tormoz ham slavi deydi. Buni kuchaytirib beramiz. Ko'rib tormozlarda ushlamasligini sababi mana kalotka tugagan. 200 ming probegda kalotkalarning orqalarini teshib tashlashni so'rayman. O'shanda tormoz ushlashi zo'r bo'ladi. Mana yangi holat mana ko'rib turibsizlar, mana tugagan holat. Lekin kalotkani almashtirilgandan keyinda mana ko'rib turibsizlar, mana chang chiqadi ana kalotkani ana. Chotka qilib tozalab, mana shu holatda chiroyli qilib, buni imkon qadar bu chang shunday tozalaganligida ketmaydi, tushib ketib qolmaydi. Men sizlarga uni ko'rib turibsizlar. Bitta mana shu bilan mana chotka qilib bitta yuvib yuborasizlar chiroyli qilib. Yuvilgandan keyin ana artib yuboriladi chiroyli mana. Tormozlarning go'zal va cho'tki bo'ladi. Abez bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like bosinglar. Abez yo'q mashinalarga tashab bersizlar, tormoz ushlash holati vashi zo'r, ideal bo'ladi. Chista bo'lsa tormozlar ham shu ekan. Kalotkalarda qo'yilayotgan holatda aytlar jicha jo'ski bo'ladi. Shunga ozgina mana bitta sepib ishlatib o'rsanlar, yana ishlashi zo'r bo'ladi. Like'ni dangillatib qo'yish esdan chiqmasin obunachilarimiz. Mana Muhammad Shogird bolamiz girovkalar qilib, cho'tcha qilib ana Cobalt ishlarni bitiryapti. Navbatdagi mashinalarimiz mana ko'rib turibsizlar. Bunda emas spleniya kelgan Nexia'lar mana polni xudo xolasa. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatdamiz. Mana reklama afishamiz. Xizmatda Abez.